Bilasizlarmi, men mana shu ustimdagi kiyimni, qizil kiyimni olganimda juda xursand bo'lganman, chunki juda ham sifatli, mana original brend. Uni ustiga uni matosini yaxshi ko'raman. Juda zo'r matoda. Lekin gap bunda emas. Mana shu matoda uголокка qo'yib qo'yishibdi biz ustalar. Bir baho beringlar, hozir ko'rsataman. Mana material tushunadigan odamlar sirasi biladi mana. Bu nima bu? Bu qarang. Bu yoqsa boshqarang, bu yoqsa boshqarang. Mana boshida mexanizmlari ham bor. Bunday boshni qo'yib, yana orqaga qaytarib, mana kerakcha o'zingizga moslab mexanizm bor. Qo'yib, mana yostiqlarni ham qarang, material sifatini qarang. Tumba mana, mana bularga ham qo'yilganda mana qarang. Bu nima bu? Oyoqlari mana temir, tilla rangda qilingan. Mana 3,5 ga 2,5. Narxi вообще narxini keraklar, bunday qilamiz. Nech pulga arziydi mana shu material, mana shu mexanizmlari, общий komplekt, stol ham qo'shib beramiz. Bitta yaxshi stol, mana stolni xohlasanglar buni qo'shib beramiz. Mana. Kalyonniy, sinmaydigan. Xohlasanglar bunaqasini ham qo'shib beramiz. Farqi yo'q. Taxmin qilib ko'ringlar, nech pulga olardinglar? Siz bo'lganingizda nech pulga olardingiz mana shu уголокni?